4-may holati uchun dollar kursi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. 2026-yil 4-may holatiga ko'ra valyuta kurslarida o'sish kuzatildi. Yangilangan ma'lumotlarga ko'ra AQSh dollari 11.952.73 so'mni tashkil etdi va 15.13 so'mga qimmatlashdi. Bu valyuta bozorida qisqa muddatli tiklanish kuzatilayotganini ko'rsatadi. Yevro ham o'sish qayd etib 14.021.75 so'mga yetdi va 60.73 so'mga oshdi. Rossiya rubli 159.48 so'mni tashkil etib 0.1 so'mga ko'tarildi. Britaniya funti esa sezilarli darajada o'sib 16.248.54 so'mga yetdi va 129.2 so'mga qimmatlashdi. Yaponiya yenasi 76.34 so'mgacha ko'tarilib 1.42 so'mga o'sdi. Shveysariya franki esa 15.292.64 so'mga yetdi va 131.86 so'mga qimmatlashdi. Xitoy yuani ham ijobiy dinamikani ko'rsatib 1750.50 so'mga chiqdi va 2.37 so'mga oshdi. Umuman olganda barcha asosiy valyutalarda o'sish qayd etildi. Bu holat valyuta bozorida talabning oshgani yoki tashqi omillar ta'sirida kurslar qayta tiklanayotganini anglatishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.